Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bor yo'g'i ikkita harf o'rganganingizdan keyin bemalol jumlalarni o'qiy oladigan holatga yetib kelamiz. Xo'p, bugun arab tilida juda ham chiroyli bo'lgan harflardan ha harfini, eng yumshoq bo'lgan harfni o'rganamiz. Esingizda bo'lsa, sizlar bilan ha va xo harflarini ko'rib chiqqan edik. O'rtancha ha, qattiq ha va eng yumshoq ha harfi. Ha harfini bu tarzda ham yozishingiz mumkin, lekin oson tarzi ham bor. Mana mimning harfini yozib, ichiga bitta chiziq qo'yib qo'yasizlar. Osoni barg kabi. O'rtani yozmoqchi bo'lsanglar, bu tarzda yozishingiz mumkin. Mana sekin yozyapman. Mana bu tarzda yozishingiz mumkin, lekin osongina 8 ko'rinishda yozishingiz sizlarga tavsiya qilaman. 8 ning o'zi. Oxirgi ko'rinishi o'zining asli ko'rinishiga keladi. Mana o'zini asli ko'rinishiga qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Bosh ko'rinishi, o'rta ko'rinishi, oxirgi ko'rinishi. Ana endi eng muhim jihati talaffuzga. Hani yana yozib olamiz. Ha harfi juda ham yumshoq tarzda talaffuz qilinadi. Ya'ni ha emas yoki ha emas. Ha tarzda. Faqat undan oldin sizlar 51% holatga chiqarishlik uchun eng yumshoq tarzda aytasizlar. Misol uchun huwa demayapti mana. Ha tarzda. Huwa, hiya, hawa tarzda talaffuz qilib olasizlar. Nima so'z bo'lsa ham, misol uchun hayot a bilan birgalikda talaffuz qilishingiz kerak. Yana nima so'zlar bo'lishi mumkin? Misol uchun Xurshid qattiq bilan, to'g'rimi? Xurshid deya olmaymiz. Sizlar shu tarzda talaffuz qilishingiz kerak farqlash uchun. Xurshid, havo tarzda. Buni mashq orqali bo'ladi. Lekin h ni o'zi bir necha toifalari bor. Kinnik qafasdan tomoq bilan ulangan holatda chiqiladi deydi ustozlarimiz. Talaffuzda ha, hi, hu tarzda talaffuz qiladi. Faqat bu darajaga chiqishlikka ozgina mashq qilinishlik kerak. Undan keyin chiqiladi inshaalloh. Ahamiyat qiladigan narsalar juda ham yumshoq tarzda. Huwa, hiya keladi-ku. O'sha joylarda yumshoqqina talaffuz qilish, undan keyin birgalikda Alijon ustozlarimiz ham darslarini ko'rib chiqsanglar, ha tarzda tarzda talaffuz qilinadi. Buni mashqi bir joyga o'tirib qilib talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu. Birinchisi buni bitirib o'ringlar. Alloh nasib etsa, keyingi darslarimizda har bittasini daqiq ko'rib chiqamiz. Shuni oldinglar, havada bosh ko'rinishi huva yoki hava, muhim harfning yozilishligi. Yana bosh hayat tarzda bosh ko'rinishi. O'rtada aham alif bilan yozilishligi. Aham yoki qo'shib muhim misol uchun. Muhimun oxir ko'rinishligida o'zining hop misol uchun bah tarzda, yah tarzda yoki boshqa tarzda yozib ko'rishingiz mumkin. Bunda ahamiyat qiladigan narsalar albatta yozish va talaffuz. Salomat bo'linglar, inshaalloh ko'rishguncha.